Qadrli do'stlar, men bugun Samarqand shahridaman. Bu eng bohavo nuqtalardan biri. Samarqand shahridagi eng so'lim restoranlardan biri Jannat makon deb nomlanadi. Mana o'zingiz katta bannerdan ko'rib turganingizdek, Samarqand bedana sayli 2024. Ko'plab ishqibozlar, xususan qush ishqibozlari, bedana ishqibozlari bugungi tadbirga tashrif buyurishgan va bu xalqaro miqyosda o'tkazilmoqda. Qirg'iziston Respublikasidan, Qozog'iston Respublikasi, Tojikistondan tashrif buyurishgan. Bu go'zallikni bizning ko'zlarimiz bilan tomosha qilamiz. Samarqand ustalari ijodi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelishgan mehmonlar. Respublika Kirgiziya, Obidjon aka, 10 let он содержит певчих перепелов. Juda yaxshi organizatorlar, rahmat organizatorlarga bunchalik joylarda nima tadbir o'tkazgani bu katta sayl bo'lyapti. Из Таджикистана вот приехали с города Xo'jand. Sayfulla aka, necha kishi keldinglar? Nechta qush ishtirok etyapti? Biz bir 12 kishi kelganmiz. Hammamiz Tojikistondan, Xo'jand shahridan. Hech qaysi davlatda yo'q, mana YouTube'ga kiramiz, kiring. Buni yozing, bundan joy yo'q. Mana qadrli tomoshabinlar, bu g'oliblarimiz uchun hozirlangan sovg'alar. Birinchi o'rin 19-raqam. Birinchi o'rinda ikkinchi o'rinni ham Samarqanddagi bedana ishqibozi qo'lga kiritdilar. Isoqjon aka, G'ulom. 3-chi o'rin Toshkent shahriga nasib etdi. Abdurahim aka Nishonov. Вот этого жеребенка дарит для чемпиона. Mahalliy bedanani o'rnini aniqlash. Kashkadarинский перепел занял первое место. Второе место город Fergana. 3-chi o'rin Qashqadaryo egalladi. Qarshi shahri. Allohim yana davomiy qilsin bu sayllarni. Bu sayllar o'tgan Jamshid ukamiz ham Alloh rizqiga, umriga baraka bersin. Ota-onalar rohatini ko'rsin. Tinchlik, ofiyat, xonadonlikda yetib olsin. Allohu akbar.